hozir mana ketyapman. Doktor chaqirganingizdan bemor qayera. Ichkaridalar, erim bemor. Yuring. Bu spirtmi? Bizdan yoshlikka aroq ishlatadilar, dadam ko'p ichaydilar-da. Adikalon ham ishlatganmiz. Yangamay, xalaq bermang ishimga. Bu qanaqa paxta? Sterilni bu. Ha, biz yoshlikka ko'rpadan olaydik-da. Yanga xalaq beryapsiz menga. Bizdan pichoqda ham olib kelay, tezlab bering. Yanga qilishga ishingiz yo'qmi? Borda shu ovqat qilishim kerak, pichoq kerak. Tomir qani? Buni aloqasi bormi? Biz yoshlikka ishton rezinni olib boylaydik-da, ana. Hozir yopishtirib qo'yaman. Ana shu leykoplastrsdan ozgina qirqib bering, ana batareyasi tushib ketyapti-da, ha. Yo'q leykoplast. Ben o'zim topaman. Doktor mendan ursa bu kishiga eshitiladimi? O nima qilyapsiz? Men quloqqa to'qib urasiz. Buni kasal bilan tiqmang. Doktor meni pastga qilsa ko'p ketib, tepaga qilsa kam ketay ekan-a? Nimaga oldingiz buni joyidan? Nima tegospman narsalarimga? Men bildim. Hamma narsaga siz sababchi bo'lgan. Eringizda ming'ir qilib, hamma ishga aralashib, ko'p gapirib, eringiz ming'ir kasal bo'lib qolgan bo'lgan. Eringizga qaramay, boshqa doktor topinglar. Men ketaman. Buni nima qilay? O'tiyvering. Ketsin yo'q bo'lib. Dadasi boshqa doktor chaqirdim. U kelgancha turing gaplashib o'tiraylik chaqchaq qilib.